Aha, 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 aha. Masalah. Maksud kita. Endi qanday? Endi bir-ikki topib ko'raylik. Qilmaydimi? Ha, qamaydi. Ha, yaxshi-da. Bir so'rab ko'raylik. Bir-ikki kun agar bezovta bo'lsa keladi. Bo'ldi. Men qara, qayta bo'lsa telefon nomeringizni, adresingizni ayting. Mendan ko'p so'raydi-da, men tushni ko'rgandan keyin bunga qarab yosharib ketdim hozir. Juda gapirishim ham yaxshi. Shuning uchun adresingizni ayting. O'zingizni tanishtirib. Adresimiz Angor tumani Do'mtosh Tashrifxonasining yonida. Hop. Telefon nomerimiz 93lik 839 0061 bo'ladi. Sabatlar nomi buni. Office Medical Clinic. Ha, ikkinchi. Ikkinchi. Ha, yaxshi. Agar qo'yuvchilar bo'lsa, bemalol kelib, mana qanaqanam tushga qanaqa o'zim juda gapir. Shu o'zimiz naqayoqqa yurgan ekanmiz ota. O'zingiz yoqdimi? Hozir mana oshqozon kasali, ichak kasalida nimaga ketdi? Ish yo'qlikdan. Ovqatni qo'ygandan keyin narsa olasiz, urasiz, yeysiz, irg'irib ketadi u. Nima? Dekov bo'ldi mo'ydalagan bo'ladi. Mayli, ota yana qayta bo'lsa kasbim Alloh barakasi bersin, ishim olgandan keyin mana klienting ko'paysin. Topganim to'y qilsin, martaban urug' bo'lsin, kirib kelayotgan mustaqillik 35 yillik bayraviya muborak qilamiz. Yaxshi, rahmat.